Bu turishda davlatdan hech kim elektr sotib olmay qo'yadi-yu. Albatta bu yaxshi niyat. Lekin buni qaranglar akalar. Xususiy klinika mashinalar parkovkasini, tomini quyosh panellari bilan yopib qo'yibdi. Ham yozda mashinalar soyada turadi, qishda qor yomg'irdan panada turadi. Ham quyosh panellar elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Qoyilmisiz? Zo'r. Qarang. Mashinalar turadigan parkovkaga 20 kilovatlik quyosh panellar stansiyasi o'rnatilgan. Ushbu panellar o'rtacha bir kunda 5-6 soat ishlagan taqdirda ham bir oyda 3000-4000 kilovat elektr energiyasini ishlab chiqarib qo'yar ekan. Bu degan mana shu binoni bir oylik elektr xarajatlarini bitta mana shu parkovkani o'zi yopib yuboradi. Qoyilmisiz? Elektr uchun bir so'm ham pul to'lab qo'ymaydi. Mobodo elektromobillar uchun bitta stansiya qurib qo'ysa ham, pullik stansiya, ya'ni bemalol bo'ladi. Shu joyga bitta like bosib qo'ying. Shunaqa joylaringiz bo'lsa agar mobodo unumni foydalaning. Bizga murojaat qilsangiz, loyihasi, chizmasi barchasini o'zimiz qilib beramiz. Quyosh panelni yetkazib, o'rnatib, hammasi o'zimizning qo'limizda. Batafsil ma'lumot olish uchun 78 kodi bilan 333 60 70 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Videoga bitta like bosing. Qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.